Obidjon degan o'rtog'i bor ekan. Shular birga o'ynaymiz deb niyat qo'shgan ekan, ularga qo'shilib Yoqubjon chiqar ekan. Marhamat. Endi kelinning singlisi Shahnozaxon. Mana shu ushbu xonadonga xush kelibsizlar. Mana shu kichkina bir o'tirishimizning sababchilari bo'lgan opam Zilolaxon hamda pochcham Azamjonlarning zags marosimida o'tirar ekanmiz. Ey bola. Men shu fursatdan foydalanib, yoshgan, uzoq umr, salomatlik, shirin orzularida ulkan zafarlar tilab qolaman. Yuzlaridan tabassum, lablaridan kulgi arimasin. Doimo baxtli bo'linglar. Xonadonga hamma xush kelibsizlar. Shu bugungi bazmni asosiy sabablari ukamiz Azamjon hamda kelinimiz umrida bir marta bo'ladigan zaks kechasi hamda ertaga bo'ladigan to'y kechasiga nasib qilsa turamiz. Bugungi kechada yaxshi tilaklar bo'lyapti. Biz ham shu yaxshi tilaklarga hamma 100% qo'shilsa biz 500 1000%